erkak bilan to'xtardi yutib qo'ysa, g'amda shunday kesib, buldog kuchuklarga, pitbull kuchuklarga shunday bepulga shunday hadya qilib yedirib yuboraman. Sardor Gangster jangdan oldin balandparvoz gaplar gapirib, kattagina pant edi. Erkak bilan To'xtar va Marsel o'rtasidagi jangda agar Marsel yutsa, muhim a'zoyimni kesib tashlayman va itga beraman deb bayonot berdi. Agar uchar xanjarlar makonimi, Marselmi, Danielmi, Taksimi erkak bilan To'xtardi, Qozog'istonlik erkak bilan To'xtardi yutib qo'ysa, falak gardishi bilan bo'lsa ham, taqdir gardishi bilan bo'lsa ham agar shuni yutib qo'ya olsa, g'amda shunday kesib, buldog kuchuklarga, pitbull kuchuklarga shunday bepulga shunday hadya qilib yedirib yuboraman. Bugungi video murojaatim Rossiyada mehnat safarida yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Ayni kunlarda musofir yurtdoshlarimiz Rossiyadan turib O'zbekistonning Humo va Uzcard kartalariga pul yubora olmasdan kurs pastligi va shunga o'xshash turli xil muammolarga duch kelishyapti. Agar siz ham shu kabi muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, pullaringizni tezda mobil ilovasidan O'zbekistonning istalgan Humo va Uzcard kartalariga yuqori kursda osongina yuboring. Ilovani Play Market va App Store'dan yuklab oling. Qarabsizki, taqdir charxpalagiga bitta aylandi, Marsel g'alaba qozondi. Sardor Gangster esa jim. Marsel g'alaba qozongandan keyin yana bir video rolik joyladi. Menga bitta shart bering. Agar ushbu shart eng ko'p like yig'iladigan bo'lsa, o'sha ishni bajarib beraman deb ta'kidladi. Gapirdimi? Gapi test qilgani bilan mujik bitta libo shartlarini bajarib beraman deganman, qilaman. Shu bilan bir qatorda Azxon TikToker ham Marsel haqida o'z fikrini o'zgartirdi. Erkak bo'landi zvezdaligi, o'zini kibrlangani, bugun tomdan tushgani, tomga qaytardi erkak bilan. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Qirg'izistonlik Marselmi, Danielmi, Taksimi, ucharxanjarlar makonimi, dengizlar hukmdorimi bilmayman, bitta bola bilan erkak bilan To'xtar bugun boy ekan, og'aynim telefon qilib bilad uyg'otib gapir, seni fikringizga qiziq, nima uchun gapirmay qo'yding? Qaysi biri yutadi deb menga telefon qilibdi. Agar uchar xanjarlar makonimi, Marselmi, Danielmi, Taksimi erkak bilan To'xtardi, Qozog'istonlik erkak bilan To'xtardi yutib qo'ysa, falak gardishi bilan bo'lsa ham, taqdir gardishi bilan bo'lsa ham agar shuni yutib qo'ya olsa, g'amda shunday kesib, buldog kuchuklarga, pitbull kuchuklarga shunday bepulga shunday hadya qilib yedirib yuboraman. Kesib itlarga otib yuboraman, itlarga yedirib yuboraman asbobim. Erkak bilan To'xtar bir qo'lni baylab qo'yib uradi. Bir ko'zini yum. Ming bor uzr, Marselga biz o'ta kam baho bergan ekanmiz. Marselning fizikasi erkak bilandan o'ta kuchli ekan. Hamma Marselni tabriklab qo'ydi. Erkak bilandi zvezdaligi, o'zini kibrlangani, bugun tomdan tushgani, tomga qaytardi erkak bilan. Marsel urvin emas ekansan, bo'g'rim. Tirnovkani qigiz xalta bo'lib qoldi 2 minutlik jangda. Sog' bo'ylar. Marsel krasavchik. Hamma like bosib qo'ysin. Erkak bola, ne bo'ldi? Bavrim jib qo'ydingmi? Unaqa katta gapirish kerak emas-da. Gol yutqizganda esimda san ham shunaqa deganding. Katta gapirish kerak emas, bu sport deb. Amerikada trenirovka qilaman, Amerikani boksini urvinini ko'rsataman deganding. Xud Amerikada trenirovka qilasanmi? Afrikaga borib trenirovka qilasanmi? Bu sport, bitta zarba hal qilib qo'yadi. Qirg'izistonlik Marsel Bavrim молодец, krasavchik, skromniy chiqib shundoq ortiqcha gap so'zlasiz, shundoq chiroyli yutib qo'ydi. Qirg'iziston xalqi g'alaba muborak bo'lsin sizlarga. Erkak bilan To'xtarga ham yomonligim yo'q, muxlislariga sabr tilayman, nima deyman? Bundan-da kuchli bo'lib qaytsin endi. Все за тебя болели. Ты знаешь, весь зал за тебя болел. Спасибо. Ты лучший. Спасибо. Сегодня. Ну, я думаю, что я первый, третий раунд забрал. Второй отдал. Ну, ты просто его пожалел. Нет, если честно, я, наверное, себя пожалел. Да? Если по-казахски сказать, заебался. Я извиняюсь за выражение.
2 месяца тренинг, больше ничего не делал. Охота семьей заняться там, жениться уже. И 31 в этом году хочу жениться. Устал от этого, если честно. И более сейчас сытый. Сытые ребята не дерутся. Мало кто дерется сытый, у меня денег. Ну, достаточно, что. Раньше я как голодный был. Если я проигрывал, значит, я не выберусь в хорошей жизни. Сейчас я тоже в хорошей. И там сверху спустился. Это тоже чуть эмоции у меня забрала такая высота, если честно. Это было шикарно. Кинематографично. Все запомнят мой выход, но все забудут о решении себе. Конечно, ты для нас победитель. Поэтому мы ждем либо реванша, либо уже твою свадьбу. Скорее всего, реванша. Брат, найдем. Спасибо тебе огромное. Ты лучший, запомни это. Спасибо, дружище. Спасибо. Все есть. Siz benim biz için